Zino qarz deyildi, eshiting oxirigacha. Kimdandir qarz olsangiz, pul olsangiz, uni qaytarishingiz kerakmi? Zinoda qarzni pul bilan qaytarilmaydi. Jon bilan qaytarasiz. Zino qilayotgan erkak nimaga rozi bo'lsin? Bir kun kelib qarzini yoki onasi, yoki opa singlisi, yoki ayoli, yoki vaqti kelib qizi orqali to'laydi. Dunyoda tiriklik vaqtingiz ko'zingiz bilan ko'rib his qilasiz shu narsani. Shunga rozi bo'lsangiz zinoni qilavering. Qaysi erkak bunga rozi bo'lib zino qiladi? Bu yo'ldan qayting. Ko'chaga peshana teri qilib topgan pulini haramga ishlatib yurgan erkak. E'tibor bering, oilasidagi oila a'zolarini haqqiga xiyonat qilib yuribdi. Har bitta erkakning ko'chada topib kelgan pulini oila a'zolarini haqqi bo'ladi o'sha pulda. Uyingizda ayolingiz, singlingiz, ota-onangiz sizni qo'lingizga qarab yotishibdimi uyda? Siz boqyapsizmi? Alloh ularni rizqini siz tomondan beryapti. Demak, ularda haqqi bor sizda. Topgan pulingizda. Ularda haqqiga xiyonat qilyapman deb o'sha harom yo'lingizda yurishga vijdoningiz qiynalsin.